sizda yoki yaqinlaringizda o'tfak bezovta qiladimi yoki jigar bezovta qiladimi? Unda videoni ko'rishni davom eting. Assalomu qadrdonlarim, qadrlilarim, bugun sizlarga men nima haqida ma'lumot bermoqchiman. Buni men o'zim foydalanib ko'rdim va effektini juda ham sezganimdan keyin azizlarimga, qadrlilarimga tavsiya qilmoqchi bo'ldim. Qizlar qaranglar, Gepalay desert jeli degan Fabrika kompaniyasida hozir ishlab chiqarilyapti. Shunga zo'r narsa, bu anaqa jeli bo'lar ekan, ichida 20 ta bo'lar ekan. Bu nima uchun kerak? O't tufayligida qanaqadir kasali bor, toshi bor, zardob o'ynab ketadigan insonlarga tavsiya qilsanglar bo'lar ekan, yoki o't tufayligini oldirgandan keyin juda ham bu quvvat berar ekan. Albatta, jigarga nagruzka tushishni boshlaydi, o't tufay olgandan keyin, o'tishgandan keyin o't tufaylining vazifasini jigar oladi, to'g'rimi? Jigarga ozgina oziqa berishimiz kerak va toksinlarni chiqarishga bu juda ham yordam berar ekan. Yog'larni, uglevodlarni parchalashga. Mana shu narsani men ichdim va yuzimda post operatsiyadan keyin yaqin o't tufayligini oldirdim. Xabaringlar bor. Operatsiyadan keyin ozgina mana bu qismlarimga dog' tushishi boshladi va nima qilishni bilmasdan mana shu narsani olib ichdim. Masalan, 3-kun уже menda rezultat berdi. Ham ichimda ich kelish, qanaqadir ovqat hazm bo'lmasliklarida mana shu narsani kuniga bittadan ichganimni o'zida ta'sirini sezdim. O'sha hali jigarimiz avaylashimiz kerak. Olinmagan bo'lsa, o't tufayligini ham avaylashimiz kerak, chunki o't tufaylining ham o'zining vazifalari juda katta ekan. Men уже oldin buni bildim. Diyeta qilib turgan holatimda ham buni hozir ichib turibman va organizmni juda ham zo'r tozalab, jigarimga nagruzka tushmasligini oldini olib turibman. Chunki jigarimizni avaylashimiz kerak. İçinde mana bunaqa bo'ladi. Buni ochasiz. Bunda ochganingizda o'zi tayyor jeli. Oddiy mana. İchasiz. 5 ml bo'ladi. Bugunga necha oldim? Tavsiya qilaman qiz.